soat 5 gachilar, ishoninglar, shunaqangi xursandman. Hozirgi kunda men orqamdan chiqaradigan videolarga qarshi nedik, unaqa emas, nedik hayotda bilaman deb video chiqaradiganlar, sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman do'stlar. Bilasizlar, hozirgi kunda bir ikkita insonlar aktiv uchun, 100% aktiv uchun pulni noto'g'ri sanadi turibdi. Men maktabda o'qiganman, hamma o'qigan, ko'rdilaring videoni. Qayta sanab ko'ringlar. Video to'g'ri chiqqan, lekin aktiv uchun foydalanyapti do'stlar. Aytib qo'yay, hammasi qolib ketadi bu dunyoda, aktivimiz ham hamma narsa qolib ketadi do'stlar, lekin u yoqda biz qilgan savobimiz, qilgan ishimizga javob beramiz do'stlar. Unutmaylik. Mayli meni yomon ko'ringlar, yaxshi ko'ringlar, men sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Hammani birdek, chunki hammamiz bandamiz do'stlar. Men hech kimning orqasidan gapirmayman, video ham qilmayman, kimligini ham aytmayman do'stlar. Chunki hammamiz bandamiz do'stlar. Hammamizni Alloh yaratgan. Hammamiz bu dunyoga bir marta kelamiz do'stlar.